Milliy jamoadagi kelasi faoliyatim davomida odamlar bu turnirni unutish uchun qo'limdan kelgan barchasini qilaman. Biz juda kuchli klublarda o'ynaymiz. Buni esa maydonda isbotlashimiz kerak edi. Lekin bunga erisha olmadik. Tezkor gol o'tkazib yubordik. O'zimizni oqlashga hech qanday sabab yo'q. Biz juda afsusdamiz. O'zimizdan uyalyapmiz. Butun Turkiya xalqidan uzr so'raymiz. 2 o'yinda 0 gol, buni qabul qilib va oqlab bo'lmaydi. Turkiya terma jamoasi yetakchisi Arda Güler aynan Paragvayga qarshi uchalgan mag'lubiyatdan so'ng mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi hamda yuqoridagi fikrlarni bildirib o'tdi. Lekin aslida mana shu ortda qolgan 2 o'yinda Turkiya yomon o'ynamagandi, sababi raqiblar darvozasiga naqd 62 ta zarba yo'llandi. Ha, to'g'ri eshityapsiz, 62 ta zarba. Paragvayga qarshi o'yinda 32 ta, Avstraliyaga qarshi o'yinda esa 30 ta zarba, lekin birorta gol yo'q. Omad kelmasa ham qiyin ekan. 2 o'yinda mag'lubiyatga uchragan Turkiya jahon chempionatini guruh bosqichidan so'ng yakunlashi rasman ma'lum bo'ldi. Afsuski, qora ot bo'lish kutilgan Turkiya boshiga qora bulutlar yomg'irini ayamadi. Agar videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib obuna bo'lib qo'ying, sababi biz jahon chempionat finaligacha 150 mingta bo'lishimiz kerak.